Sizlarga aytmoqchi bo'lganlarim intayin ko'p. Aytib bo'lolmayman. Ba'zilarini naqshlarim bilan yetkizdim, yana ba'zilari keyingi naqshlarimda aytdilar balkim. Men hikoyasi bor odam. Hikoyalarim orasida siz biladigan va bilmaydigan men, bilishga arziydigan siz va bilgim keladigan u ham bor. Bu hikoya hammamizning hikoyasi. Her o'ylasam as yodimda bor edingiz, mana bugun huzurimga xush keldingiz. To'g'ri, xato ko'rmadingiz. Bizga izchil hamroh bo'lib ishonchimizga ishonch qo'shib kelayotgani dal sarkarda murosim yurishligi. Sarkarda murosim yurish buyumlariga muhabbat singan. Shunga siz va bizning erishdig'inimiz haqiqiy sopliq ham a'lo sifat. Sarkarda yillardan beri uzluksiz izlanish, tadqiq qilish, yangilik yaratish natijasida mahsulot sifatini har bir inchki nuqtasigacha a'lolashtirib, har qanday ehtiyojimizga uyg'un keladigan mahsulotlarni bozorga soldi. Sarkarda murosim yurish buyumlari. Tilda doston qadam yetgan hamma yerda bizlarga yor, nega borsak bu sarkarda. Şinjan Sarkarda Xalqaro savdo cheklik shirkati tojdorligida o'tkazilayotgan Xush keldingiz programmasining bugungi soni orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimizdan intayin xursandmiz. Men abdulla abdurihim. Bugun yana bizning suhbatimizga alayda mehmon sifatida qadam tashrif qilgan aziz mehmonlarimizdan hammamizga tunishliq asarlari, naqshlari va boshqa muzika har qaysi taraflardan o'zining eng yaxshi ta'sirini elga taratgan suyumlik inim Ablet, ablikim. Yana muhabbat kuyleri bilan bütün yaşlarının qalbida ajoyib chiroyli bir o'ringa ega bo'lgan naqshi cho'lponimiz inim Mo'minjon ablikim. Va bizning bu oilaning yana eng kichik hozirgi yetilayotgan naqshchisi Mardon ablikim. Xush keldingizlar. Xush bulduk, xush bulduk. Bugungi programmamizga sizlarni taklif qilish shunda bir sharafga erishganligimizda intayin xursandmiz. Aslan mening o'zimning tuqqanlarim, inlarim bo'lgan bilan albatta bugun o'sha ekranda sizlarni ko'rib turayotgan butun qarindoshlarimiz uchun aziz mehmon. Shundaqli meningmi aziz mehmonim. Shunga suhbatimizni boshlab ketsak, Ablet, ablikim degandan balkim bir emas, bir necha emas, 10 necha, hatto 100 necha yaxshi asarlar, yaxshi naqshlar bizning xuddi marjon o'tkazishga o'tkazilgan marjondek ismimizga kelishi mumkin bo'pmi? Mening shundoq. Chunki Ablet ablikimning men akisi bo'lgan bilan uning san'at hayotimda uning ta'siriga ko'p uchragan odamman. Albatta mening ko'z oldimga, mening quloq tuyg'imga uning naqshlari, ijodiy ohanglari ko'proq tizilib keladi. Masalan, Canan uyquda, Otam, shunga o'xshash nadir asarlar. Bo'pmi? Yaqin yillardan beri butun mamlakat miqyosida alohida ta'sir qo'zg'agan cho'ng tipdagi naqsh asari Do'lan mashribi. Uning ismini biz qisqartib mashrab deb atadik. Sanab kelsak, Ablet ablikimning elgi sungan ijodiy onglar intayin jiq. Shuning uchun hozir ishlayotgan idorasida davlatlik birinchi darajalik kompozitor degan unvonda hozir vazifa o'tayotdi. Mana shunday bir al o'g'li bugun bizning programmada xalqimiz bilan, ya'ni biz bilmaydigan boshqa taraflardan, biz bilishni xohlaydigan boshqa taraflardan suhbatda bo'lganligidan biz intayin xursandmiz. Shunga Ablet, garchi men bilsammi, bizning suhbatimizning talabi bo'yicha sening shu Ablet ablikimning balalik hayoti bilan dastlabki shu sabiy dillarida yashab o'tgan go'zal yashab o'tgan turmushlar bilan uning ya'ni sening qalbingga dastlabda ungan san'at hujayralari, san'at hissiyoti to'g'risida birdan so'zlashsak bo'lamdi. Bo'ladi. Meningki balalik vaqtimdagi san'at hayotimga nisbatan o'zim bilsa, sizlar 9 bola. Bu abdulla abdurihim bular 9 bola qaranglar. Bu 9 bolaninki eng cho'ngi birinchi bola, birinchi o'g'il mening dadam ablikim abdurihimda. Abdulla abdurihim bu 9 bolaning eng kichigi. Bolaning eng kichigi. Bir avvali, bir oxiri degan. Dadam birinchisi Abdulla akam
kichik. Shunda bo'lg'achqa Abdulla akam dadamning inisi bo'lgan ekan, menga tag'i bo'ldi. Atalg'i jihati tag'i. Lekin bizning yosh farqimiz pek cho'ng farq qilmagan bir tag'ida bu. Chunki balaning 9 balaning keyindikisi bo'lgan ekan, dadam tunisi bo'lgan ekan, shu bizningki to'liq 2 yosh emas, 1,5 yosh. 1,5 yosh yapıyoruz farqimiz bor Abdulla akam bilan. Shunda bo'lg'achqimiki kichik balavoqlarimizda azroq tegishib ketadigan mandaq bir hikoyalarmi bo'lgan ekan. To'g'ri. Nima sababdan ashta tegishilib ketganini sen angladingmi? Uni shu tegishib ketganimi tasqagan degan gaplar o'tib ketdi. Dadam bakroq amroq chiqdi, sen tug'ilishdan burun. To'g'ri, men tug'ilishdan burun. Sen tug'ilib qolgan. Bir yerim bakroq amroq bo'lib qolgan. 1,5 yil, to'g'ri, Mo'minjon topdi. Endi esim keldi. 1,5 yil burun sen tug'ilib qolsa, tug'ilib qolgandan keyin bu o cho'p-cho'ng shu o'zining bal so'p bo'lgan bu bir dadiga, bu bir o'zining yana qarindosh inisi. Balini o'niki bir inisiga bu boshqacha mehr muhabbat chiqib qolgan gap. Bular shu Aslında tuğanda men oğul tug'ilib qolgandan keyin men bilan senchilik men garchi o'zining o'g'li bo'lsam sen bilan 1,5 yillik staj yo'q. Stajim kamda yetmaydi sana. Shu 1,5 yil sana bo'lgan muhabbat nimasi bilan shunday bir o'y xiyollar bo'lib qilinib keyin undaqmi bo'lmabdi ekan, ammo unda bo'lmagani bilan men asosan shu ikki uyda shu sening o'zingning shu keyningdagi tug'ilib qolgan balaning o'rnida cho'ng uyda bo'lgan balalik vaqtim biraz ko'p. To'g'ri. Hattoki Abdulla akamniki onasi mening cho'ngdamni hemen shu Abdulla akamning sutini men emibdi ekanman. O'sha darajada. Gipon bo'lib qolgan, o'sha unutib qolmay turgan. Ustini emib olgan deyiladi. Endi bizning cho'ng akam ablikim abdurihimda bu ajoyib bir mehribon odam. Men kechilikdimi shu bir eg'iz gap bilan akallarimga bo'lgan bahoyimni ifodalashda ajoyib mehribon degan gap bilan xulos qilgan cho'ng akam. Shundoq, mendan boshqa fikrlarga shu haqiqatan jinni berib turgan darajada shuni amroq. Undan boshqa hikoyalarmi bor? Masalan, menimi shu men 1,5 yil burun tug'ilib qolgachqa mehrini menga berib qo'ygan gap. Men yangi tug'ilgan bola bo'lgandan keyin buni tiqmovchilar amroq qilib qo'ymoqchi. Uni onam beqtasin deb. To'g'ri, shunchalik darajada fikrlarga, qarindoshlarga mehr muhabbat qilgandan yana bir gap Ablet dedi. Meningki mo'mamning ya'ni cho'ng onamning sutini men emgan debchi. Ya'ni bu sut sening sutingda. Bu mening sutim, sening suting. Nima desa? Shu ayni vaqtda ma bola yangi tug'ilgandan keyin ma cho'ng akam bilan bu Aysha adam sal meni boqsa sal yenigroq bo'ldi-chu. Qiyinchilik bo'lmaydi ham. Bu bolani 1,5 yosh bergandan keyin hech jafo mushaqqat yo'q. Anam ma yangi balını, anam şuna qaraganda naiti uzuq tülükü bol, anı buluş mümkün. Yangi bala, ko'ngli bala deydi. Ya cho'ng onamning hamda bu mehr muhabbatiga hamda gap ketmaydi. Men beqib biray balam, ma bu vaqtni, men yana 1,20 yoshgacha kirgizib biray degan bo'lsa, balki men Abdulla ablikim, sen Ablet abdurihim bo'lsa mumkin. Shunday bo'lib qoladi ekan. Xo'sh. Aslında bir mehr muhabbetga to'yingan aslında bir cho'ng oilada cho'ng bo'ldik. Endi tug'ilishdan bu san'atga taraqqiy qilishni butun dunyo olimlari tadqiq qilib o'rtaq bir qarashga kelib bo'lgan bir qarash bor. Bu bo'lsa-mu san'atda cho'qim shu tug'ilishdanla bir tug'ma talant bilan shu san'at hujayrasi bilan tug'ilgan bo'lish bu bir oldingi shart. Mo'shundaq tug'ilgan, ashundaq bir san'at aloyidligi bilan tug'ilgan bir balaning shu san'at jihatdagi aloyidligini bayqab, keyingi andin balaligidan keyingi yoshlik va o'rta yoshgacha bo'lgan shu kasbdagi tarbiyalanish izchillashsa, tarbiyalanish yaxshi bo'lsa, balki bu san'at jihatdagi natijalari xalqqa yaraydigan bir meva bera oladigan shunday bir kasb egasiga aylanishi mumkin. Lekin endi u bu san'atda bu odamning tug'ilishdala ancha san'at hujayrasi to'liq bo'lmagan, san'at aloyidlik talanti yo'q, bunday bir irsiyat tarafdan anda bo'lib qolgan bo'lsa, balki nurg'un tirishchanliklar bilan nurg'un yetaklash tarbiyalar bo'lsa-mu, balki uning unumi degandek yaxshi chiqmaydi natijasida. Demak, endi bu bizniki bunu deyishimda bu Abdulla abdurihim sening dadang bo'lgan, mening cho'ng dadam bo'lgan Abdurihim Abdulla, endi o'zi ziyoli kishi shunday-ku.
ziyoli kishi o'zi uzun yil banka xizmati bilan shug'ullangan, bankining mas'uli bo'lgan degandek. Lekin shu maralishi tavallik shu jut tavalligida hamma odam ta hozirgacha Abdulla akamning ovozini shu Abdulla akamning dadasi Abdurihim Abdullaga o'xshatdi. Abdurihim Abdulla deklikan ovozi. U odam naqshi qolsa, shu maralishi qashqa tavalligida u odamning ovozi juma hey ballah deb ketgan hikoyani boshqalardan ta hozirgacha anglaymiz. Bizmi hali yeshimiz cho'nguyib oqqardan paqitib qolgan vaqtlarda cho'ng dadamniki naqshlarini anglagan ham hozirgacha shu unalg'u degan narsa yangi chiqqan vaqtda tunji chiqqan chog'da yana dadam yangilikqa qiziqdi, yangilikni qabul qilishga amroq shu maralishi tumshiq tavasida bir tal o'yinchi ketdi ekan, taqtumushk o'yinchi deymiz unalg'u. Shu unalg'uni dadam setib olib berib shu cho'ng dadamniki shu umrining oxirgi vaqtlarida kasal bo'lib sal saqsiz bo'layotgan ahvol ostida bir unga elib olgan bir lenta hozirgacha saqlaqliqku. Shuni endi rahmatlik yekimasan akamizni tilga olib qolib berdi. Unda bo'lishda u mening qalbimda u odam bizga ustozning o'rnida yaxshi kompozitor, muzik ijodchisi. Bu kishi shu cho'ng dadamniki unalg'i lentasini CD davriga yetib kelgan chog'da sen Anvar Samat akamizniki ishxonasida uni CDga aylantirish jarayonida ovozni qo'yilayotganda yekimasan rahmatlik chiqib anglab ketdi. Bu kishi kim bo'ladi degandan Abdulla akam mening dadam deydi-da. Ha, shuni ekanda deb kirib ketdi. U odam ashunda bir qiz gap. Aynan bir qiz gap qiladi kam so'z odam. Ha, shuni ekanlar, shuni ekanda degan gapninki ma'nosida intan chungur ma'no bor. Odam muzik ishlayotgan butun hissiyot, butun hayotini shu muzikaga bergan odam o'zining qilayotgan ijodiyatini oyandan anglayotgan bir ovoz bu odamning diqqatini ta'sir qilib, bir qadam, ikki qadam kirib anglagandan keyin demak ta'sir qilibdi odamni tortib oyoqqa chiqib qolgan. Ha, shuni ekanda bilan keyin qaytib ketdi. Demak bu Abdulla akamning dadasi mening cho'ng dadam mushundaq san'at talanti bor. Garchi mushu soha mushu kasbda bo'lib ketmagan bo'lsa-mu, asli mushu soha mushu kasbda bo'lsa, dangliq bir san'atkor bo'lib qolish mumkinchiligi bo'lgan, mushuna bir san'at talanti bor bir kishiningki o'g'li Abdulla abdurihim, shuning farzand bo'lgan ablikim abdurihimningki men o'g'li bo'lib qolg'achqa. Bu birisi. Hamda onam tarafdan onamningki dadasi bo'lgan cho'ng dadammi ismi yana Abla ekan. O'cham shu Abdulla balkim Abdulla bo'lishi mumkin. Biz qilib Abdurihim yo Abla yo Abdulla Abdurihim deganda cho'ngdan ketdikmi? Shu Abla nag'ma deyotgan. Demak bu nag'ma degan gapni balkim ko'pchilik bilishimiz mumkin. Bu shu do'lan nag'malarininki asos naqsini aytquchilarni ashuna nag'ma degan nom bilan atab kelgan. Demak shu asos naqsi shu bizning Shaqo rayonidagi do'lan nag'machilarning. Demak, hem dada tarafdan, hem ana tarafdan bu dadammi skrip chaladi biz aqlim kelsam, uyning temni bir skrip chaladi. Demak, bu shunday bir san'at muhitida bor bir oilada san'at o'jayri, san'at talanti bor bir oilada tug'ilgan mendimi bu talant bor bo'lsa kerak. Aqlimiz kelsak shu kichigimizdan mushuni kerak emas. Borlig'ini isbotlandi bakin. Shunda bo'lsa bolaligimizda o'zligimizning tabiiyli buni yaxshi ko'rishimiz, qiziqishimiz bu san'at bo'lib qoldi. Endi bu yerda keyin sen bilan biz o'zaro bir-birimizga ta'sirimiz o'zaro bo'lib qolish mumkin. Chunki 1,5 yosh farqi bo'lgan ekan. Bu yerdagi o'zimizda tug'ilish tili bor bo'lgan bu san'at hissiyoti, andan keyin oila muhiti, bu sababli maktabda ta boshlang'ichdan to'liq o'tirligicha o'zimmi shu, menmi shu san'atga bo'lgan ishtiyoqimiz, muhabbatimiz oldidan oiladagilarga ta'sir qildi. Bu bolalarda musha talant bor ekan, oilaga bor ekan deb mahalla ko'ylarga ta'sir qildik, yurt xalqiga ta'sir qildik, shu maktabga ta'sir qildik. Shuning bilan bu Qashqarstandan bir o'quvchi qabul qilishga san'atdan o'qituvchilar kelib o'quvchi qabul qilish xizmatidan kelgandan keyin butun maktabdagi sinfimdagilar o'sha Ablet mushning qatnashsa cho'qim yaxshi mas keladi, bu o'tib ketadi degan bir umidni to'liqsizdan men u chog'da to'liq o'tirg'icha o'qib cho'qim oliy maktabga o'tib o'qiyman. U chog' san'atga qiziqqan bilan rost gapni qilsak ham bizniki u tumshuq hozir shahar ulab ketdi. Ammo u chog'da bir endi yezi desak bo'ladi. Yezi darajalik o'rin. Anda bo'lgandan keyin endi noya va viloyat yashayotgan
av balalarga nisbatan o'xshash yoshdagi balalarga nisbatan bizningki ba'zi bir o'ylab nazar doiramiz biroz tarroq bo'lib qoladi ekanda. Shunga men u chog'da san'atga qiziqishim bor bo'lgan bilan san'atni muqim bir fan sifatida o'qiydigan bir ish ekanligini ancha bilib ketmas ekan. Men o'zim rost gap qilsam. Shunga berib san'atchi bo'ldi deb o'ylaysan. Shunga men oliy maktabda o'qiyman deblam. Qiziqib yurgan ekan, u san'atda imtihon berishim xayolimda bo'lmabdi, lekin sinfdagi savodoshlarim, men sinf mudirim, o'qituvchilarimniki menga bo'lgan shu san'atchi talentimga bo'lgan ishonch, umidi meni berib qiziqtirib, ba'dim shuni bilan Qashqadaryoga o'tib, bu kasbni o'qib qoldim. Shu yerga borgandan keyin, anandan keyin bu kasbni bunday ilmiy, muntazam sistemni o'qib o'rganadigan bir fan ekanligini shu chaqda bildim. Endi demak, mushu shu tabiiy tug'ilishdagi irsi talant san'at hujjaylari anandan keyin deb kelsak, dadamdan boshlab sang'ichi 9 bola, uningki yana undan keyin Anvarkam, Shirlikam, Abletkam, Abdukirim bular hammasi asosan ilqib. Gerçi sen bizdek muqim muntazam mushkasini qilmagan bilan o'zing bilasiz, ta hozirgacha hayit bayramlar bo'lsa basak, birisi dutta, birisi tambur, birisi hajak, birisi sata ilib o'zligimizla bir san'at o'ttirishni boshlab ketamiz. Demak, hammasi ma'muriy xizmat ishlaydi, shahar boshlig'i bo'lgan, siyosiy kengash boshliq bo'lgan, abdulla akamning ko'psidagi cho'ng akillari sab mush xizmatlarda. Lekin hammasi mush san'at jihatda cho'qimli birdan ikkidan sozni chaladi, aytadi, mush jihatda talant bor. Demak, bu oiladagi, qondagi bir masala. Bu qondagi gap. Men hech bo'lmaganda men noit keskin qilib ayta olayman. Shinjongda hammamizning cho'ng kichik hammamizning e'tirofiga erishgan bir cho'ng ijodiyatchi. San'atga, boshqa jihatga biz gap qilmaymiz. San'at kasbi bilan shug'ullanish uchun cho'qim giningda bu bir xil hujayra bo'lish kerak. Qonda tabiiy kelgan bir talant ilmda bo'lish kerak degan bu ishni senatlardan oldim. Demak, mening ko'z qarashim balkim buni mush ablatnikiga o'xshash, balkim bu to'g'ri bo'lishi mumkin. Lekin buning to'g'ri xatoligini biz jazm qilib o'tmaymiz. Mushu Mastum Hayron degan bir musiqa bor. Hozir mushu klassik musiqa bor. Mastum Hayron degan tambirladimi, chelinadi davomli, duttadimi, chelinadi. Bak hozirgacha anglaymiz. Mastum Hayronning skripka bilan o'rinlangan nusxasini men bir vaqtida, ya'ni siz tug'ilib o'sgan jut Tumishqning yana bir kentda Shaqur deymiz. Shu Shaqurda akam shu hukumat xizmatini qilibdi. Bir kardurliq bir hukumat xizmatini qilgan bir yingbu deydi uni. Biz endi ying deymiz. Bu tandan bilan, bing tandan bilan atlayotgan bo'lgan. Shu yingbu deganimiz shuni xizmat organi. Bir cho'ng bir kardur bor. Shu kardurda ablikim akam bir iskurib chaldi, u biz pek kichik vaqtlarimiz u. Kardurda ullaydi degani. Biz Shaqu degan yerga men ta'til olsam sizlarga yana o'g'ib berib o'ynayman emasmi? Bu yerda mening askarlarim chiqib qolgan ekan. Shunda yaxshi o'ynaymiz u yerda. Akam iskuribkini kardurda bir chapdi. Mastum ekanka men ikkin ism qoldim. Naldan topgan bu g'iydi iskuribkini deyman. Qara. Biz degan 4, 5, 6, 7 yoshlik bo'lsak, vaqtlarimizda u aş quluqimda aş vang hali kardur var o. Şovgolar tanışlıklı kuldu kardur diye. Tabii konuşan. Onu değişimiz değil. Bu ameliyatda aşı hal degan önümlügiçe aşı avaz önümleşikке berdigan şu şovgachilarni şu aşında yerdagi sadasini taqlid qilib yozib chiqayotgan detallarda ranjalla. Aşına suni iyisida. Tabiisida. Aş qulğumda qaptike qara. Hozirgacha Mastum Hayron degan musiqani nima anglasam, shu Shaqudagi aş bunday bir ping-pong o'yini kardurisi olib keldi. U ko'rinish ko'z oldimda ketmaydi. Akam ikki taraf uchiq u. To'g'ri. Bak esimda bor ekan. Quyosh nurida mayanda kirib ayang chiqdi. Ayanda qaragan kardur. Akam o'sha turib chaqiribdi. Asli akam shunda shogoloq yadi bechalaydi ekan. Şu guca, kamança ve skorpiyonu ben şu çağırırken biz küçük bu çağda. Hani konumda bu skorpiyon degen narsa mushu ekan deb o'ylagan. Ana dadam mı Şturpan naizli bo'lgan sanoyi nafisi qurilgan vaqtida shu yerga maxsus skorpga o'rgangili chaqilib beribdi. Balkim shu akamma cho'ng'al bo'lgandan keyin
bevosita ta'sirga uchragan. Skripka amroq o'qib qolgan bo'lishi mumkin. Ashunday demak, bu san'at ashunda. Yana cho'ng dadam Uchturpanga borganda dadam balkim o'g'ilning cho'ng bo'lishi bilan shu Uchturpangacha cho'ng dadam bilan bir oilada berig'liqda shu. Endi singlisi Shamshunur Shiyada tug'ilgandan gibi var. Demek mana bu Ablet, ablikim, Mo'minjon, ablikim, bularmi yana Samiya ablikim bu. Bu Abletning cho'ngi Nurgul ablikim. Nurgul ablikim. O meni saboqdishim bo'ldi. Nurgul ablikim degan. Hozirgi kelgicha saboqdosh deb deyishib qo'yamiz. Şu Ablet ablikim mendan 1 yosh kichik. Men 9-chi, ya'ni Gogi to'liq 1-yillik o'qiyotgan vaqtimda bu Ablet Qashqar Sipanning san'at sinfiga, boya gapini qilishgan sinfga obdushkurlar saboqdosh o'qiydi. Yo'la men bu ukamning yeniga uni sinfni to'liq 1-yildan keyin, to'liq 2-yillikda to'liq 2-yillikda men imtihon belgili san'at institutiga borma. Shuni bilan qiz deb yetib qolma, jiddiylashib ketdim bu. Bu Ablet ablikim meni boqdi 3 kun yotog'ida jo'ylib ketman. Jo'ylib ketsan. O endi bu Abdulla akamniki shu ish qilib aqlimiz kelgandan tortib bizningki qalbimizdagi obrazi intan bek bir tasvirliksiz shundoq bak cho'ng bilamiz bu odamni biz. Men cho'ng bilib qolmaylam, andikiz achammo, masalan bizning oilani olib aytsak, Samiy, Ufkammo, Mo'minjonmo, Amardammo. Anandikin bularni o'tib, ya'ni yeshimiz cho'ng o'tadi, boshqa oiladagi navrlargacha, navrlardan tortib ish qilib bir xil amroqlik, bir muhabbat, nihoyat hurmat bor, hurmat muhabbat. Sen bayada ko'ngil azorligi va ko'ngil xo'sh, nihoyat azorlik bor. Shuningga ish qilib bizdan tortib ta navrligicha, ta bugungacha shunda hammamizda ish qilib cho'nglardan tortib kichik navrligicha, keyingi pay navrligicha seni yaxshi ko'rdi, albatta yaxshi ko'rdi. Butun xalq yaxshi ko'ryapsa, bular yaxshi ko'rmabdi. Eslim kelib qoldim. Eslim kelib qoldim-da bu qarsam. Demak, cho'g'ini shu bu yaxshi ko'rish asli oiladan boshlangan. Mushundaq yaxshi ko'rish bo'lganlikdan bak yaxshi ko'rib ketib, Abdulla akam shundaq bir fursatda. Bu san'at institutiningki Qashqar tavalligida imtihon berishni Qashqar rayonida bo'lgan ekan. Men garchi azroq yeshimiz men kichik bo'lsam, men to'liqsizlar baldu. Tajribalikroq o'rta texnikum bo'lsin, garchi men san'atni ilmiy sistemli o'rganish qabul qilishi Abdulla akamdan men balduroq bo'lib qoldim-da. Men de notining nimaligini, bu muzika san'atning bir nazariyasi bor, bir muqim bir fan ekanligini tushunib, endi oliy maktab o'rta texnikum bo'lsin, oliy maktab bo'lsin, bir mushkasniki bir nimasi kirib bo'lgan vaqtda ilmiy tunish boshlagan Abdulla akam imtihon bergili bordim. Asli Abdulla akam 11-yillik to'liq 3-yillik chiqsa o'qishing kerak. Shu chaqda alayda to'liq 2-yillikda, to'liq 3-yillikka chiqmay turib, sen bu kasbdan imtihon bergili bordan, shuning bilan bizning yotoqda yotdik. Bak hoş olib ketib, endi shunday bir Qashqar, azizani Qashqarda sen bilan yana bir necha kun imtihon berish fursatida birga akvala bo'lib yurganimizga nihoyat xo'sh bo'lib, uning ustiga ashyolar har bir muzikani sana bir ko'z tutib shunday bir damlatib qarab, bu bunday narsa ekan deyish paranglarimiz taq. Chunki seningmi qiziqishing shu, meningmi shu. Sen bu kasbga qiziqqan bo'lg'achqa bir gazitdan o'sha san'at institutiniki o'quvchi qabul qilish imtihon rayoni Qashqarda manchinslarda bo'ladi ekan degan shu bir gazitni ko'rib olgan xabar uchur bilan uydagilarni qoyil qilib, maktablarni qoyil qilib, atatin Qashqarga imtihon bag'inan demak, sendimi bu muhabbat, bu ishtiyoq bor. Bu o'zaro qarindosh mehr muhabbati, endi kasbga bo'lgan o'rtoqlik, tonish, qiziqish muhabbati bir yerga kelib qolgan ekan, sen o'tirimizdagi bu arlanmaslığı gap ketmedi. Serkerde elbüyer çıpastıları hayatımның her පැslide bana hemrah. O özüdeki saplık ve samimilik bilen izchil turmuşumda mühim rol elip, men bilen birge hayatımның her bir kartınısına şahit bulup geldi. Serkerde çıpastıları çiş ve çişmelik dokunmalarını qoğdaydı. Eğiz boşluğudaki maddelerinin gayri bir konu yoktu. Serkerde el-kuyar iş pastılarını hemmunlarga tavsiye qilaman. Serkerde el-kuyar yürüşlük iş pastıları. Çiş sağlamlığına ehmiyet beriş u bir mas'uliyat. Çişning sağlamlığı tan sağlamlığının kapalati. Uzun yıllardan beri çiş asrashdan ibarat bu muhim vazifani Serkerde çiş doktori çiş pastasi topshirdi. Shundaqla uningdan ko'zlagan nishonimga yetdim. Yüzingizga eng yarashidigini illiq kulkingiz. Kulkingizga yarashidigini durdona sog'lom tishingiz.
Çiş sağlamlığı meselesini ben Serker'de çiş doktoruna tapşırdım. Serker'de çiş doktoru yürüştük çiş bastılları. Görüvatqınыңыз Serker'de Xalqara Savdo Çeklik Şirketi taçdarlığıda ep berilayotgan Hoş Keldiğiniz programımız. San'atda andaq alayidligi ikkilimizning to'g'mi bo'lib qolgan bo'lsa kerak. Bu bir o'zaro ta'sir qilishgan bo'lsak, Abdulla akamda yana adabiyotda bir talant, mahorat bor-da. To'xtamay she'r yozdi. Shu bir o'ynaylar desam to'xtab turmay ilhom kelib qoldi deb she'r yozib ketgankan men 5-dan qalab o'tirib undan men mi yozay? Men mi yozay desam, "Ama yoz deb qo'yib yana o'zing ishlayman bo'ladi. Biror tiymi deb bermamsan desam, she'r yoz deb qo'yiblam yana o'zing she'rni yozib ketadi. Shuning bilan akam dedi she'r yoz deblar. Mavzudan birini qo'yiblar, o she'rni yozib ketaman. Demak, men shoirlik, she'r jihatdagi qiziqish Abdulla akamning shu o'ynayli desam to'xtab turmay ilhom kelib qoldi deb shu she'r yozib qilayotgan ekan. Men shuning bilan qiziqib, to'liqsizlikda adabiyotdagi dars natijalarimiz alohida bo'ldi. Shu chaqda yozgan she'rlarim shu sening ta'siring bilan hozirgi saqlaqliq bek cho'ng qamlashib ketgan bo'lsin. Shu hamdaligi maktabga borgandan keyin bu bir o'zimizning ichida ifodalamoqchi bo'lgan, demoqchi bo'lgan his tuyg'ularimizni yoziq va she'r tili bilan emas, muzika tili bilan ifodalab berishga mumkinchilik bo'ladigan bir imkoniyat, mumkinchilikni o'qish orqali bildik. Bilgandan keyin shunga tunji qatim xo'sh deding degan naqshni men yozib nim qilsam, o'sha chog'da Nurmuhammadda bir o'qituvchimiz bo'lardi. Shu anglab, bu senda mushcha talant bor ekan. O ijodiyat qiladigan ma'lum o'ziniki ko'rib o'qish darsi yurtdi. Ijodiyat bermaydi, lekin ko'rib o'qish darsiga hammasiga degandek o'zining yozgan asarlarini ko'rib o'qish qilib berish orqali u bir ta'siri bo'lib qolibdi ekan. Voy senda mush ijodiyat talanti bor ekan. Bak chiroyli yozibsa deb madad berdi. Ungacha senmi 3-yillik vaqtim ekan. Senmi san'at institutiga kelib o'qib bo'lgan vaqtdan biz ta'tilda uchrashdik. Uchrashib senda bir gitar, menda bir gitar. Bo'shunda bir naqshini ishlab yozib qoldim qara desam, sen voy bak chiroyli chiqdi dedim. Xo'sh deding deb ancha sen she'rda alohidalik bo'lganki u yozgan she'rimni tuzashtirib qilgan bo'ldim. Bu naqsha shuning bilan ta hozirgacha yosh bolalar aytib kelyapman deb. Gitarda biz shu bir ta'tilda berib chinida bir suvni do'yinjini oldiga qo'yib suzib oldi deydigan bir gap borki. Haliqi shiyin ovozni qiladigan shu narsalarni biz to'liq bilan bilib ketmasakmi, shunday bir to'yga tushunib ekanmiz. Suv ovozni, yongan ovozni tortishimiz deb nurg'un naqshlarni aytib ekanmiz shu vaqtda o'zimiz o'yinchini besiblar. Uni biz davomli qarday deb ataymiz endi. Shu maktabda o'qiyotgan vaqtlarimiz, seni yangi kelgan vaqtlar shunday bilan aynan naqshlarni aytib taqatgan. Demak, bu naqshiga, muzika chelishga, ijodiyatga demak Ablet burunroq boshlagan. Hem bu she'r yozishdimi hali endi balkim cho'ng bo'lgan sira fikrlaring ravon bo'lgan. Keyin ravonlashib ketdi. Dastlabda hozir bir kulgim keladi o'sha. Sen bak kirib yozayotib ekansan, bu haq she'r yoz degan she'rlar men bakla ba'zi shunga ba'zi bolalarimizniki bak to'liq qamlashib ketmagan ba'zi bir yozgan narsalarga yo qurashtirgan narsalarga yo yasag'an narsalarga yasag'an rasmlarga cho'qim ilhom berish nuqtasi yaxshi baho berish kerak. Senda mush alohidlik bor ekan deyish kerak ekan. Oshchaqdagi yozgan shu bir necha she'rlarim faqat she'r emas, lekin maqtash shu o'yinlarni voy yaxshi qilsa degan shu qo'llashlar bilan shunchalik bir o'zimniki kallamdagi o'zimning tuyg'ularimni bir yezib ifodalab chiqarishda bir qilaligidek shunday bir sharoit shu chog'dagi shu yoziqchilik mashqlari bilan shakllanib ketgan. Sening bu shu dastlabki ijodiy ohanglaringdimi, hamda yosh bolalarga xos muhabbat kechirmishlari bor. Tekstlarni yozganlar mana shu uvolim deymiz, ya'ni sevganim bor, oq yurak, ishqib chiqqan u vaqtda nadan go'dak shular shu chog'da yozgan. U asosan u davrda yozgan naqshlarimning asosan tekstimi o'zimniki ekan. O'zim tekstimni o'zim yozib. Meningda shoir yo'q ekan meni. U chog'da hozirgi shoir inalarimiz yo'q. Shoir menda majra qulab qoldi. Ishqilib bir narsalarni keltirib mana bunday yozdim desa birdandan sizlar keyincha hamda bu deyish bilan she'r rasmiy yaxshi o'tir maktab qaytgandan keyin shoir o'qituvchilar uchrashib qildim. Keyinroq endi mamalik kasbiy muzika ijodiyat ishlari bilan shug'ullanib sahna asarlari, kino musikalari bilan bo'lib ketib, ijodiyat muzika yozish jihatdagi salmog'i eshib ketib
salmoq eshib ketgandan keyin muzika talab anini bakrak asos o'rin o'tib ketgandan keyin yezish jihati pichoqni bilgan sir ish tegishidi degandek uni yezib turish kerak qalam kuchini tezlatish shuni taraqqiy qildirish uchun shunga hozir endi shoirlarimizni aytdi yaxshi bizning ko'nglimiznikini o'ylaganlarimizni yaxshi fikrlashib ular bilan yaxshi hamkorlik bo'layotgandan keyin u ehtiyojlar bo'lmaganqa hozir bakchiq yezib ketmadim burunqi shu davrlik naqshlarni ko'pinchisi asosiyatni tekstlarini o'zim yezib ketganman muzikasini hozirgi ablat ablikimni shu cheti to'g'riliq ba'zi paranglab olib qoldichi hamda bizmi har xil yerda yurimiz meni tuqqanim bo'lgandan keyin eng nopozli kishi men bo'lishim mumkin bilmoqchi bo'lganini mendan so'raydi to'g'ri eng to'g'ri savolni javobini eng to'g'ri olamiz deb o'ylayman shu ablatkam ijodiyatchi burun endi rost qoritichi bo'lchachi mushu rasmiy beyjonga o'qib ketdi bu ish qilib biroqlar manda bo'ldi chachi hozirchi men bilmayman lekin bunga o'zim bir izoh berib qo'y ijodiyatchi bo'ldim deb bo'yyapmidi bu chachni o'zim deydi Çaç tabii çaç. Bu tabii çaç. Saltanat tacı. Bu çeçimdikisi ak emas saltanat tacı. Muşunda bir ilan bo'ldi go. Muşu işte muşu ilanın sözünü yaxshi yezibgan aş bir inimiz. Şuna bu ak hamda haqiqatan jillaniki menga bir hadiyasi. Qoldigan hadiyasi. Lekin dadamning chechidimi baldolab qoldi. Baldolab qolishda mening zat qachondan boshlab ak bo'g'iydi desam hamda mandaq bir hikoya bak aniq esimda turdi. Bu da bir oldingi yil 2019-yili Qashqa Yopurg'iga bir tuyangi ammani madaniyat bilan yuz ko'rishtirish xizmati bilan borganda bu saboqdoshlarim atan yig'ildi meni deb ketdi deb ko'rishdik. Shu yerda shu bir gap bilan andan esimga soldi. O chochingiz bak yarashdi, shu aqirishi sizga bo'ldi u bu deb. Qachondan boshlab aq bo'lganda u bu desa bir saboqdoshim kulib ketib, "Voy bu Abletning shu o'qiyotgan chog'da bir tal aq ulab qolibdi ekan. Qashqasmanda o'qiyotganda bir tal aq ulab qolibdi ekanda. Voy Ablet u chochingiz bir tal aq turdi qarang deb julut kelib, "Voy jimtiring deblar men nayta hozir javob qilib o'chaqda. Voy nimanda kichikdir bir tal choch aq ulab qolibdi debkan. Ak chechimni zangli qilmanglar. Ak chechimga bir qiz kuydi. Ak chechimni maylisam agar bir qiz emas, ming qiz kuydi degan bir she'rni hozir javob qilib berib ekanman. O'sha yozibdi-kan? Yo'q. Bu she'rni men yozmabdi ekanman. Ha, yo'q, qo'rqdimmi? Buniki avtorini hozir ismga olamadim. Lekin men shu she'r yodlab olgan she'r degan ismda kitob o'qigandan o'qiymiz-da. O'qiyotsan. Shu o'qigan kitoblarning ichida bu she'r esimda qolibdi, ham unda bir chechimda aqvolligini men o'qimayman. Lekin shu tunji qatim shu savodishni bir tal aqvo ekan deb, demak Qashqasmanda shu bir tal aq izini boshlabdi ekan. Dedim undan keyin uzungacha ancha-muncha andan keyin mana shu Urumchiga kelganlarda 2005-yillarda sal aynishga boshladi. Chunki kasbiy ijodiyat xizmatlari bilan to'liq ishlab uzun vaqtda shu bir boshqa qatirish bilan o'ylanishlar o'tganning ta'sirimidi deyman. Ancha-muncha satrashxonda choch yasat qilib kirganda oqni kesib terib elitadigan bir davrim bo'ldi-da. Amal ba qor ko'randigim borda aminman. Lekin keyinchi u qaychada kesib taqlab qo'yishmadi. Oqirish tizilishib ketgandan keyin voy bo'ldi bunga yarashib qoldi deb qo'yib etdim. Maqsad bo'yib oladigan shunday bir texnika, shunday bir choch rangi moda bo'lib qolgan o'xshaydi bir bizda uyda oilada bo'yib oldimi yo tabiiymi deb o'ylab shunda so'rilib qoldi cho'chiq ya deymiz endi bizdan so'raganda ish kuch odamlarimiz bo'lmaydi bugun suhbatimizda buni bir oydin qilib o'tganimiz yaxshi bizning oilada hammasi mana aytdi endi keldi mush yeshanga burun baldu ketgan bo'lsa odam cho'ng'ildiga qara 5 yil burun baldu deyishgan bo'lsak hozir ya bo'ldi deydigan bo'ldik uning ustiga hozirgi sening obrazing ham bizga nisbatan birinchi o'rinda ijodiyatchi kompozitor minach kompozitor mushta bo'sh bo'ldi bu vaqtga kelganda endi chechingizni bo'yib etsangiz 5-10 yosh yashirib ketdingiz deydiganlar bo'ldi endi hatto ba'zilar choch bo'yash iloniga siz dal hozirgi hurmat obrazlaringiz bilan chechingizni tabiiy oqirishi bilan bu choch bo'yoq obraz vakilligi bachib ketdingiz dedi men yo'q men bunga tuttiray bir umrda oran mushtaq qilgan tursa men dedim chunki men o xalqning menga bo'lgan ishonchisini anda pulga setib etmay men agar rost bo'ygan bo'lsam ham buni rost chiqib olsam bo'ldi men hozir buni bo'yab e'longa chiqib qo'yib
Ertesi ben buyumay jursam, oy bu mani buysan bak belenken deb ilan chiqib qo'yibsiz, yani siz chechanni oq yuribsiz desa, xalqi nima deb javob beraman desam, unda bo'yapli jursiz olmamdi deydi. Men dedim, endi buyganlar xato emas. Buyashmi naydi tabiiy normallik ichidagi ish. Lekin men shu bir tabiat ato qilgan shu tabiiylikni unda bir tabiiy holatida bir saqlab to'g'im bor. Unalar chach buyaqni xatomi demayman, yo bu chach u mening o'zimninki ko'ngli mushunda qo'shildi. Asosiyan chechangning mushunda darajada aqligini bilgan ekan, boshqacha. Buyapli bir ko'rinish chiqib mana buysanglar mushunda darajada aqchashni mustaq qilaydi desa toza tushadi. Bu nuqtadan unda yana qaring yo'q, yutib yursang. Lekin men a nuqtadan qarabdim shuni. Ablet endi sen bilan bizning suhbatimiz orqali, ya'ni ko'pchilikning bilgisi bor temlarning birisi o'g'limiz Jasur Ablet to'g'risida bo'ldi. Jasur Abletning endi hozir maktabda o'qiyotganligi, oliy maktabda o'qiyotganligi biz tuqqanlar ayon, biroq shu to'g'risida sen bir shu balimizning yaqinda taqilgan naqshisi kimdir siz deydigan bir yoshlarning olqishiga erishgan bir lirik naqsh bo'ldi. Uni ham Jasur Ablet o'zi ahangini yozdi, tekstni Ilhamjon inim berdi. Hamda bunda tekstni o'zi tanlab do'stlar yozgan tekstni shundan ilhom elib bir ahang yozg'idek darajada bo'lib ketganligidan nurg'un do'stlarimizning xabari yo'q ekan, balkim tuyuqsiz bir tuyulgan bo'lishi mumkin. Bu bola qachondan beri qanday bir o'rganish fursatlarga ega bo'lib hozir san'at bo'yicha oliy maktabda o'qiyapti degan bunday bir bu plan qanday biz nima qilib bilmaymiz buni degan savol. Endi men boy degandek aka shu biz gerçi balaligimizda, kichikligimizda bu qiziqishimiz, o'yinimiz mush bo'lgan bilan sistemlik bir ilmiy tarbiyalanishimiz biraz kam bo'sh bo'lib qolibdi ekan. Uni keyin his qildim. Cho'ng bo'lganda his qildim. Chunki men hozirgacha o'rganyapman. Boshqa fan, boshqa kasb qandaqki, bu kasbda men o'rgangan sira, o'rganganlarim, biladiganlarim ko'paygan sira mening yetmoqchi bo'lgan nuqtamga bek jiroqdek. Mening biladigan narsam bek ozdek. O'rgangan sirim asli biladiganim ayni, bilmaydiganim kamayish kerak. O'rgangan sir, o'qigan sir bu o'rganiliqi. Bilmaydigan narsamning naqadar jiqligini his qilib qolgan bir kasbligini men markaziy musiqa institutiga berib 4 yil o'qish fursatiga erishdim. Bu 4 yil markaziy musiqa institutida o'qishdim. Burunla endi mening shuni yetib o'ylab yetdim mishaga Urumchiga kelib kasbiy musiqa lozim dedi. Ha, bu tarbiyalanish lozim ekan. Ammo bayina yozib biz deyishayotgan temalarimiz ancha-muncha chiqib turyapti. Bolaning yana o'zining qiziqishiga beqish kerak. O'zining qiziqishi kerak. Bu ishga kelganda agar ota-ona bo'g'uchi aka balada aşı bir talantning borlig'ini, cho'qim keyin mushu bir talantga bo'yicha mushu tarafdan taraqqiy qilib qoladiganligiga jazmlashtirib o'zi ko'zi yetsa cho'qim baldu boshlash kerak ekan. Chunki men endi o'zim qiziqdim, o'zim yaxshi ko'rdim. Mening balam bo'lganda ekan, jasurmi cho'qim mushni menga o'xshash, keyin mushning qiziqib qolish mumkinchiligi %80% endi. Anda bo'lganda ekan men buni kichigidan tarbiyalaydim. Albatta 6 yosh, 7 yoshda pianino o'rganishga boshladim. U vaqtda o balalik o'yinlarga yana to'liq qanmagan ahvolda hech qaysi bola bek az uchraydi ekan Abdullah. Men qo'pab o'rganamiz bolamiz, o'rganaman deb qo'pabli pianino o'tda qizg'in bo'lolmaydi. Yo'q. Chunki u yanda o balani bekroq o'ynaydigan u yan. Biz azroq majburlaydi ekanmiz. Bu mening o'zimning tajribam. Shuning bilan azroq majburladik, uni qildik, buni qildik. Dastlabida vazif uchun, bizning shu zo'lishimiz uchun, vaqt to'shtirish uchun 1 soat desak, 1 soat chelib 1 soat to'shab qo'yishni qo'pab bo'ldi-da. O'ynimda desa 1 soat to'shtaydi. Demak, u bizga chep turibdi. Biz vaqt toshtirish qilib turibdi. Nimali bo'lmasin, u shu biz degan vaqt shu o'lcham buncha kichkidan pianino mashq qilib qilibdi-da. Mening u chaqda o'ylaganim, agar mush bola keyin 15-16 yoshga yoki 16-17 yoshga kelib, "Voy, men mush dadamga o'xshash mush kesibni qiladi ekanman, men buni yaxshi ko'rdi ekanman, buning qiziqdi ekanman" deb qolsa, u chaqda "Voy, bolam undasi deb g'oldir buning nishonni burab bu kasbiy tarbiyalanish qilib qolsam, yana menga o'xshash, necha yil burungi bir tarixni yana qaytaman, bilib turib tarixni qaytlab qolgan bo'ldi ekanman. Shunga men ota-ona bo'lganda ekan, azroq zo'lab mushni bir o'gitib qo'ysam, keyin agar adam men zodi bu kasbni qiziqmidi, buni qilmaydi ekanman desa, bu pianino chalishlar, o musiqaga tarbiyalashlarim uning bir ortiqchiligi bo'lib qolsa, anadagin o'zi yaxshi ko'rgan kasbni qilsa,
bu yana u ortiq qilmaydi-ku bu. Klassik shu 200 yil burun, 100 yil burun, 200 yil burun klassik muzika davridagi shu muzika peshvolarimiz, shu kompozitorlarimiz sapla shu bak bo'lsa 8 9 7 8 10 necha yoshlardan boshlab ketgan. Demak, shu bilmay turib boshlayotgan gap. Zodi bu yetaklanish, boshlanish mushunda. Bu ishkir o'lgidagi xanzu qarindosh yo'ldoshlarimiz shu qachonsa mashqma 5-6 yosh, 4-5 yosh yo 6-7 yoshida boshlab ketganman deydi. Faqat bizlar rasmiy cho'ng yigit bo'lib qolayotganda 16 yoshimda qashqasman berib o'qib. Anondikin bu o'qiydigan ishkan asli buni deb tunishdigan bu. Menga nisbatan, o'zimga nisbatan kechikish bo'libdi ekan. Shuning uchun ta bugungacha o'rganish bilan to'ldirish, shu davr bilan teng ilgirlash, taxmi yuksak palla nuqtalarni yaratish, yaxshi asarlarni ijod qilish uchun to'xtamay o'rganish, bilim ambirini yangilash bilan shunday davr bilan o'tyapmiz. Baya Qashqa Sipanda o'qiyotgan vaqtimda bak qiynalib ketmadim, bak yenik to'xtadim menga nisbatan dedim. Ajrasa shunda o'qigan, chunki u boshlang'ich bir muzik san'at kasbiga nisbatan bir boshlang'ich savodlik u. Uningcha endi baya gap uzilib qoldi, o'rta texnikumdan keyin o'zingning xavri va san'at institutiga kirib yana o'qish bo'ldi. Oliy maktab o'qish tarixini shu yerda tamomlab oldim. Bu yerda Sulaymon muallimning tarbiyalashida endi yana bir qadar cho'nqirilgan. 2 yil bo'ldi bu yerda. Bir qadar cho'nqirilgan endi bu yana muzika ijodiyat nazariyasi bilan bo'ldi endi. Lekin oyoq borgandan keyin yana noldan boshlab to'liq kurs o'qishida uni tamomlash jarayonida u yerga ishkir o'lkadagi u maktabda o'qiyotgan oliy maktabning 1-yilligi, 2-yilligi, 3-yilligida taxir jamiyatga qadam bosmayotgan bolalardagi o'rindosh kasbi bo'lsin. Nazariy asos u yerdagi u ahvolini ko'rib bizning naqadar muzikaning sistemalik nazariy o'rganish, tarbiyalanish jihatidagi farqimizning bak cho'ng bir orliq paydo qilib qo'yganligini his qilib, so'ng kelib so'sam naq bolam tayyorlab qolibdi ekan. To'liqsiz 2-yillik chiqqan vaqtida bolam agar mush kasbni qilib qiziqib qolsang, hozirgacha o'rgatdim. Agar mushni qiziqsang, mushni biz yana boshqa plan bilan biz boshqa ish qilib. Bo'lmasa, andan desam, "Yo, mushni qiziqib kelgan, mushni qilaylik" dedi. Anda bo'lsa, hozirdan boshlab muqim mush kasbda o'rganish tegishlik pallini to'liqlab menib shu oliy maktabda shu alohida kasbda 0-turkumman. 0-turkum imtihon bo'yicha mush kasbiy imtihon qatnashish uchun tarbiyalayli deb mush san'at institutiniki o'rta texnikum Fujun hisobida o'rta texnikumga chiqib, to'liqsiz 2-yillikdan boshlab 4 yil muntazam mush kasbda andan taxmin qaratmalik asosida tarbiyalanish qildim. Shu yilga kelganda 10 necha yil biz Shinjongdan aloyidalikqa e'tibor siyosat o'quvchi oldida. Masalan 3 yoki 2 yoki 5 desak, shu 2 3 5 sonni cho'qim Shinjongda elish kerak. Ishkir o'lgu bilan raqobat bo'lmaydi. Bu nihoyatda cho'ng e'tibor ekan bu. Lekin biz Cesur kelganda o'sam tugab ketdi, faqat mamlakatlik shu imtihonga yuzlanib, butun mamlakat bo'yicha bir tutash shu saviyadagi imtihon qatnashib, Jo'jan Yoshanga muzika institutiga o'tib shu yerda o'qiyotdi hozir oliy maktab 3-yillikda. Hamda u yerga borgandan keyin maktabni o'rlashtirish bo'yicha pianino asar yozdi, qilliq skripka muzikalarni yozdi, andan keyin zal ichi muzikasi deymiz, shiniy Yevropa çalgıları bilan milliy muzikalarni birlashtirib zal ichi muzikalarni yozdi. Hammasi maktab o'qituvchilarininki nihoyatda yaxshi baholashida shu sinfda oldingi baholash darajasi bo'yicha baholanib kelyapti. Bu kasbiy jihatdan o'qituvchilarninki berayotgan kasbiy muzikalar. U muzikalar kalti yoziladi yo? Yo'q, o'lcham bor. Cho'qim 5 minutdan tuyan bo'lmaydi. Vaqt beriladi. Vaqt tak hisoblaydi yoki vaqt hisoblaydi. 5 minutdagi shu balki taxminan 5 minut o'pchorisi bo'lish kerak yoki 7 minut yoki 8 minut menda vaqt. Undan qatnashtirilgan instrumentlar deb berdi. Uni ba'zisini maslahat bilan, ba'zisini qaratmalik topshirdi sen degandek. Mandaq narsa yoz, buningga mandaqni qildim. Ba'zisini ma'nosimiz qandaq bir narsa yozgan bor deb turib mandaq. Endi menmo mushu Jasur Abletning ilqi o'zi aytgan, o'zi ishlagan og'idan bir narsalarni his qilgandek bo'ldim, chiroyli. Haqiqatan hozirgi davrniki yoshlarning ro'yi holtini aks ettiryapti-ku. Biz endi garchi kasbiy muzika tarbiyasi ko'rmagan bo'lsakmi, beshimizdan o'tganlari ko'p, anglaganlarimiz ko'p, uchrashganlarimiz ko'p. Shunga bu balg'ina aytib cho'ng umid bog'ildim. Undan keyin Jasur Abletning yaxshi asarlarni sunalishiga
ishonchimiz komil shundoq bir umid bog'laymiz. Her sahar bir erkekni kutib turdig'ini yuksak mas'uliyat. Ammo sarkarda alkuyar erlar yurishligi hamroh bo'lgan har bir kunni men cheksiz mamnuniyat ilkida kutib olaman va to'lib toshgan ishonch bilan boshlayman. Sarkarda alkuyar erlar yurishligi va charchuv suyuqligi qomatimga yanama salofat baxsh etadi. Cho'lponlarga xos jazbidorlikni sizmi sarkarda erlar yurishligidan topalaysiz. Sarkarda alkuyar erlar teri asrash yurishligi va alkuyar mahsulotlari.